Arablarda shunaqa odat bor ekan. O'qishni bitirgandan keyin farzandiga bir nima qilib, tadbir qilib, qimmatbaho sovg'alar berishar ekan. Abu Bakr Misrda bo'lgansiz, shunaqa nima bormi? Bazmi jamshid qilib. Hamma sovg'alar berib nima qilar ekan, qarindosh urug'lar, do'stlar o'qishni bitirgani uchun shunaqa tabriklashar ekan. Bir yigit shunday bitiribdi. Hamma endi yaxshi narsalar sovg'a qilibdi va eng yaxshi sovg'alarni har doim otalar qilar ekan. Kimdir uy sovg'a qilgan, kimdir mashina sovg'a qilgan va shunaqa otalardan shunaqa sovg'a kutilar ekan. Otasi bir arzimagan bir o'yinchoqdim deydi. Sovg'a qilibdi-da qo'liga. O'g'limni jahli chiqib ketibdi. Endi shuni berish uchun bermay qo'ysa ham bo'laveradi. Kichkinaligidagi bir o'ynagan o'yinchoqni sovg'a qilibdi-da otasi, mana o'yinchoq deb bir o'yinchoq magazindan bo'ladi-yu, juda eski yog'ochdan bo'lganini sovg'a qilibdi. O'g'li aytib, bermasangiz ham bo'laverardi, buncha odamning oldida razil qildingiz meni deb otasini sovg'asidan uyalibdi-da endi. Va buni otasiga bildirishdan uyalmabdi. Qarang. Keyin otasi aytdi, nimaga bezovta bo'lyapsan? Sovg'a yoqmadimi senga? Sen bu sovg'ani olish uchun bundan 10 yil oldin butun do'konda meni sharmanda qilgansan. Shuni olib bersan ham, olib bermasang ham olib berasan deb dodvoy solib do'konni boshingga ko'targansan. Nega endi o'zing uyalyapsan bundan? Deganda o'g'lim mulzam bo'lgan ekan. O'g'lim mulzam bo'lma, biz hammamiz shundaymiz. Bu dunyoda bo'lsa ham meniki bo'lsin, bo'lmasa ham meniki bo'lsin deb talpingan narsalarimiz ertaga qiyomatda hammani oldida bizga berilganda uyalamiz. Xuddi shu ahvolga tushasan, agar bugun aqlingni yig'masang, erta bir kun qiyomatda bu dunyoda qattiq istab qo'lga kiritgan bir narsalarimiz bo'lsa, ertaga uyalib qolishimiz mumkin. Shuning uchun bu dunyoda istayotgan narsalarimiz ertaga bizni uyaltirib qo'ymasligiga nima qilishimiz kerak? Diqqat qilishimiz kerak degan ekan. Bu nimasi? Hissasi. Qissani hissasi shu. Ichida ya'ni. Biz ham shunaqa qilishimiz kerak. Biz ham diqqatli bo'lishimiz kerak. Bugun ikki oyog'imizni bir etikka tiqib erishmasam bo'lmaydi. Meniki bo'lmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa bo'lmaydi degan narsalarimiz ertaga u nima bo'lsa bo'lsin, u oshkora yoki pinhona hech farqi yo'q. Hammaga ko'rsatib yo ko'rsatmay istayapmiz. Hech farqi yo'q. Ertaga bizga Alloh azza va jallaning qarshisida qiyomatda hammani oldida taqdim etilganda uyalamizmi, uyalmaymizmi? Istagan narsalar